Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Qo'mondonlik shtab Ulastaydan G'o'lji shahriga ko'chib bo'lgandan keyin G'ani Batur butun qo'shinni G'o'l ig'izdan o'ngishliq o'tkazib etib 1944-yili 11-ayning 6-kuni kechasi Tarning o'ttir yo'li bilan mazardan chiqib ketdi. Tun yerimda tarlagan jang otlarini mingan, miltiqlarini murillariga osgan va teqimlari qistirgan 400 partizan va tayoq to'qmoq bilan qurollanib, yovdoq otlarini minishgan 400 dehqon chorvachilar hayvatlik cho'ng qo'shin bo'lib bo'rondak gurkirab, saldak eqib, buningdan 100 yil burun qo'zg'ilib 70 necha yil burun olamdan o'tgan Bo'zi Sadir Palvonning yurti Mulla To'xti yuzi Xudiyor yuzlarini besib o'tib shaharning sharqiga kelib to'xtadi. G'ani Batur tong oldidan atrofni kepak yuzi panjim yesillarga o'rinlashtirib qo'yib, o'zi 20 nafar qaysar yigitni boshlab G'o'lji shahrining to'pidan turmisiga tuyuqsiz hujum qildi. Qarovullarni o'ltirib, eshiklarni cheqib, mahbuslarni ozod qildi. U tayyorlab kelgan egarlangan otlarga Fatihning onasi, ayoli va bolalarini, Hamidning eg'ir oyoq ayolni mindirib, kun chiqishdan burun partizanlar boshtabi amdir kelib o'rinlashgan Oq O'stan bo'yidagi Hamid hojining ko'ziga keldi. Fatih onasi bilan xotinni ko'rib, avval G'ani Baturni quchoqladi. Baturim, qaysirim, burkitim. Demadimmi, shaharga sandan burun kiraman deb, mana deganimni qildi. Fatih onasi xotin bolalari bilan quchoqlashib ko'rishdi. Shu chaqda osmonda aeroplanlar paydo bo'ldi. Aeroplanlar kepak yuzi Dadamto yezillarini aralab pastlashga boshladi. "G'ani, sen buyruq kutmayli hujum qilding. Mana Gomindan bizning kelganimizni bilib qopti. Bilib qolsa yaxshi, nochiligimizni bilib qolsin. Hujumni boshlaylik, Fatih." "Yo'q, shahardagi qo'mondonlik shtabining buyrug'ini kutamiz." "Nima? Sandinmi cho'ng shtab bormi, dexe?" "Sovet konsul 2-dom," dedi Fatih asta shivirlab. "Bizga Sovet qo'mondonlik qilyapti-da." "Asta. Qo'rg'os partizanlari tex yetib kelmabdi." Fatih darhol gapni yo'tkadi. "Abbos Ufadan xabarchi kelmoqchi edi, tex kelmadi." Aeroplan Oq O'stan bo'yiq bomba tashladi. Pastlab o'rmonliqni pilimut o'qi tutdi. "Buyruq, partizanlar dehqonlarning o'ldirib tarqalsin," dedi Fatih. G'ani Batur darhol etiga mindi. U o'z to'piga ot chaptirib ketib etib, Nuridan "Bizga o'g'rislar boshpanoh bo'layotgan o'xshamamdi?" deb so'radi. Nuri etining oldiga ingishib, ot ko'kolisini qo'li bilan tarab qo'yib, "Bundoq bo'lsa yaxshi, qalbi qilsaq sotsializm quramiz," dedi. "Sharq Turkiston qurimiz emasmi? Xitoyni qo'g'lasa, o'ris kirsa." "Undaq dema. Gap kimni qo'g'lab chiqarib, kimning kirganligida emas, qandoq tuzumni g'ulutib, qandoq tuzumni o'rnatganligimizda. Sanchi qandoq tuzum yaxshi? Mening xiyolim dushmanni yo'qotishda, G'anika. Tuzum to'g'risida dushmanni yo'qotgandan keyin gaplashamiz. Askoyni chiqib bo'lib, yangi o'yning tusini o'ylaymiz degina. Shundoq aka. Stalin g'ishinisan, cho'qinisan. O seni hargiz yomon yo'lga boshlamaydi." "Stalin shu topda nima qilyapti?" "Xabarsiz qoldim. Hamid vafot bo'lmagan bo'lsa, naq javob beratdim. Stalin hozir dunyo emgakchilarini o'ylab, tamok turibsini sho'ravasi kerak. Shu emgakchilarning ichida bizmi bor degana?" Ular qo'mondonlik shtabdan chiqib, o'z to'piga kelguncha shularni deyishib mangdi. Bilqut xazinasi. "Aeroplan, dehqonlarning o'ldirib tarqalinglar," deb to'ladi G'ani kela kelmaylar. Uch qo'shinning belli hujum qilish plani kunduzi amalga oshmadi. Partizanlar buyruqqa binoan panjim, jel yuzi g'o'llari bilan taq chekindi. Aeroplanlar to'xtamay uchdi. Bombardimon qildi, lekin chiqim ko'rilmadi.
Gomindang harbiy hukumat doiralari minglagan qurolliq partizanlarning shahar bo'sug'isiga kelgandan xabarsiz edi. Liubangde do'sijanglar Nilqa bizning qo'limizda. Olastay 4 tarafdan necha ming askar bilan qo'rshalgan. Pat arada banditlar yo'qoladi deb o'ylab, oqshomlar vali mahkama baş saqchi, baş shtab birlashib, katta ziyofat o'tkazib, rais Wu Jungshinning yangi elchisini kutib olgan va yanada nasihat tashviqotini asos qurol kuchini qo'shimcha qilish deydigan yo'l yo'riqini amaliylashtirish uchun shaharning eng cho'ng mo'tavarlaridan Hekimba Xo'jam, Mutaali Xalfitim, Salajanbay, Anvar Musabayov qatorliqlardan bir cho'ng nasihat tashviqot o'miki qurishni muzokara qilishgan edi. Tuyuqsiz turmadan odam bo'lash vaqasi bo'lgandan keyin ular bu Fatihning xotin bolalarini qutqizish uchun qilgan harakati. 3 askar o'libdi. Bu ishni davron qilmay, Nilqilki armiyamizning nasihat o'mikining g'alabasini kutayli deyishgan edi. Demismi kunduz jim o'tib ketdi. Lekin kechadan shaharni 3 tarafdan qurshib olgan va shahar ichida qo'llari qurol elib tayyorlanib turgan necha yuzlagan partizandan ular bexabar edi. Sahar. Liubangde Novergoddagi uydan chiqib, harbiy shapkasini ko'ziga kiyib, qadlidan so'qiyotgan ochiq shamoldan panohlangacha harbiy paltosini yepinchaqlab, qo'mondonlik shtab tarafga mashina bilan yurib ketdi. Qo'mondonlik shtab uningga shahar sirtida gumonliq odamlar paydo bo'ldi deb do'klat qildi. U Do'shijangning mursiga urib qo'yib, "Cho'chib ketma. 6 o'g'ri qo'rshovda. Bizning 3000 dan jiq askarimiz ularni qo'rshab tutyapti. At hujumga buyruq berayli." dedi va shtabdan chiqib viloyatlik soqchi idorasiga keldi. U soqchi idorasining darvozasida mashinadan tushib oldiga chiqqan soqchi boshlig'i bilan amdili qo'l elishiga nadindir vang qilgan o'q ovozi anglandi-da, Liubangde o'ngtisiga tushdi. O'q uning ikki qishining orliqiga tekkan edi. Soqchilar varqirishib, uyoq-bu yoqqa yugurishib o'q atdi. Lekin soqchi idorasi mo'ldirdak o'q qo'l bombasining hujumi ichida qoldi. Liubangdening jasadini elishga ulgurolmagan soqchilar soqchi binosiga chekindi. Bosh shtab, bosh soqchi, iskilat, vali mahkamasiga sirtdan kelgan shaharda buyruq kutib yotgan partizanlar bir vaqtda hujum boshladi. Shahar ko'chalarida odam turmoq ishtlomi qolmadi. Vang vung gumbang qaras qurus vurra olgan. Xilma-xil ovozlar g'o'lja osmonida avj oldi. Arlar uylaridan chiqib, qo'llariga chiqqan asboblar bilan qurollanib, partizanlarga moslashib, G'o'lja shahridagi armiya, soqchi, hukumat o'rinlariga hujum qilayotgan partizanlarga madad berdi. 1944-yili 11-oyning 7-8 kunlari G'o'ljada qattiq jang bo'ldi. Tushga qolmay parcha-purat o'rinlardagi soqchi askar yo'qotildi. Aksinir zavodini egilab, qarshilik qilayotgan pilemotchilarni G'ani Batur binoga yomishib chiqib, darizlardan yerga tashlab bir taraf qildi. Saybo'yi sepil yoqsidagi iskilatga hujum qilib, mahbuslarning Gomindang armiyasi qatnashgan va ishonchsiz bo'lg'achqa iskilat qamalgan Uyg'ur, qozoq yigitlarini ozod qildi. Gomindang askarlari shunchalik qo'rqib ketdiki, G'ani Batur to'nglikdan sakrab tushsa, shuncha askardan birimi o'q chiqarishga petin olmadi. Gomindangchilar soqchi idorasi, qo'mondonlik shtab va vali mahkamasida xeyli qarshilik qilib baqdi. Lekin ikkinchi kunila o'lgini o'lib, oz qismi Harambag'h, Liangshan aerodromlarga qomilib olib, qarshilik ko'rsatdi. Masjidlardan shahar xalqi Qur'on ostidan o'tib, o'lsak shahid, qolsa g'ozi deyishib, partizanlarga kelib qo'shildi. Partizanlar soatma-soat ulg'aydi. Necha ming, hatto 10 mingdan fidoilar dushman istiqomlarini qo'rishib olib, kecha-yu kunduz vurra to'lashdi. Ikkinchi kuni G'o'lja shahri asosan elinib bo'ldi. Lekin soqchi idorisini elish qiyin bo'lgan joy bo'lib qoldi. Bu joyning to'rt tarafi egiz qilin tom bilan qo'rshalgan. Tomlardan teshilgan to'shiklardan to'xtamay pelimot etilib turadi. Qaramliq qilib kigizni so'g'ichlab hujumga o'tganlar bo'ldi. Lekin o'lish, yarador bo'lish ko'paydi. Bu yerni elishdimi G'ani Batur baturlik ko'rsatdi.
u mo'ldirdak yig'ib turgan o'qqa qaramay yo'lning u chetidan yugurgan peti saqchi temining tuyiga o'tib oldida tamning tuvini lom bilan o'yishga boshladi. Uning qaramligi boshqalarga madad bo'ldi. Odamlar o'milishib, dumilishib, uning yeniga o'tdi-da, tamning tuvini ko'lab birdamdala o'rak paydo qildi. Shu dumlig'ichilarning birinchisi Nuri edi. Ular tamning tuvini ko'lab bo'lib, o'llangan kigizlarga o'rilib, yig'iyotgan pilimot o'qi ostida yana dumlab bu yoqqa o'tdi. Nuri piltig'i o't yoqdi va "Yo!" deb buyruq berdi. Dori portladi. Tam guldirlab o'rildi. Partizanlar kalkun bo'lib, saqchi binosiga qarab aqdi. Yiqilganlar, o'lganlar, ingirganlar bilan kishilar avara bo'lishmay, pilimot miltiqlarning önini o'chirishga o'zlarini etishdi. Oxiri bosh saqchidan Gomindangning o'qi to'xtadi. Dushman Harambagh, Liangshan aerodromlarga to'planib oldi. Partizanlar idora, magazin, banka, iskilatlarini bo'ladi. Xanzu puxralarini ko'chalarga ochqib, urib, kaltaklab, hatla mushlab o'ltirdi. Saqchi idorasining turmizda hojatxona, quduqlardan nurg'unlagan Uyg'ur, Qozoq va Tatar Ruslarning jasadlari tepildi. Xalq bu ko'zi uyulgan, tili kesilgan, putqo'llar cheqilgan qarindoshlarining jasadlarini ko'rib, qisos olish uchun Xanzu puxralarini o'ylaridan ochqib o'ltirishga boshladi. Nuri quduqdan Rasulovning jasadini tortib oldi. Suyimlik muallimining og'ziga kesib olingan jon yerini chiltib qo'ygan ekan. Nuri tizzinib o'ltirib, ho'ngrab yig'ladi. Partizanlar G'o'jini ishg'ol qildi. 3 o'rinda so'qish davomlashmoqda. Qo'mondonlik shtab kashta yig'in ochdi. Bu yig'inga Fatih qatnashdi. Yig'indan chiqib Fatih o'zining to'p va kichik to'p boshliqlarini yig'di. "Bizga hamda harbiy komitet rahbarlik qiladigan bo'ldi", dedi u xafa holda varqirab. "Inqilobni biz qilamiz, huquq boshqalarning bo'lg'idak. Elixon To'ra, Ekimba Xo'ja, Rahimjon Sabir Hoji, Habib Yunch, Abdukerim Abbas, Mutaoli Xalbat, Abdurup Mahsub, Sonijon Boy. Yana shulardek dur to'qishdan boshqani bilmaydiganlar bizga boshliq bo'ldi. Biz shular uchun jang qilibmiz. Enim Hamid ular uchun o'libdak. Akbar Botur, Si Boturlarmi shular uchun jang qilib o'libdak. To'xta, hay, lo'g'yi", dedi G'ani Botur varqirab. "Jang teq tugimidi. Nilqo, Kunas, Tekas, Chopchop, Qo'rg'oz, Suydun 10 kay dushmanning qo'lida ularni yo'qitib bo'laydi. Mono Harambagh, Liangshan aerodromdagi to'ng'izlarni yo'qitib bo'laydi. Ondan keyin huquq tegmasa jojisini bermak oson. Hozir miltiq agishdiganlardan Qur'onga agishdiganlar ko'p. Ha, demamsan, shaharni olaydi. Angiza shahar olishaydi." "Durust", dedi Nuri. "Hozir huquq da'vos qiladigan chog' emas. Qozoqqa nemishqa bu komitetda o'rin yo'q", dedi milqiliq bir margan varqirab. "O'qni ko'p otganmi Qozoq? Japonni ko'p tortganmi Qozoq? Ko'p o'lganmi Qozoq? Hukumat beshiga Uyg'ur bilan anjonliq chiqamdi ekan. Qo'y chirog'im", dedi milqiliq nusqan gavdasini namoyon qilgandek o'rindan asta turib va yo'g'on qo'llarini ko'tarib. "Millat pillat deganni tilga olmaydi. Biz hammamiz bir xalq. Ittifoqlik bo'lmasa kuch bo'lmaydi. Gomindonni yo'qtaydi. Huquq, hukumat deganlar keyingi gap. Inqilobni kim qilsa, huquq shuning bo'lish kerak. Oltoyda Osmon Botur 10 yildak jang qildi. Hozir u Sarsunbida hukumat boshlig'i. Musulmonlar bir oila. O'g'risi, qalmoqlar, shibalar bizni qo'shilib qon to'kiyotdi-ku. Bizning dushmanimiz Gomindan hukumati hech qanday bir millat emas", dedi Nuri varqirab. "Xitoylarchu ularning ishidimi Gomindanga qarshi turadiganlar bor. Bizning ishimizdimi Abdumardak Gomindan hukumatini yoqlaydiganlar bor. Durust gap. Dushman Arambog'da, Liangshan'da, aerodromda, cho'ng Urumchida. Biz yo'qishni talashmay, osh dushmanni yo'qtayli. Arambog' urro. Bo'pti hamsa", dedi Fatih oxiri. "Arambog' urro." Liangshan so'qishi to'limi qattiq bo'ldi. Nuri, Bo'rvoy, Tursun, Sultan,
Olim ismli gimnaziyada qasam ichishgan do'stlari bilan qumushliqda qora patqoqqa melinib, Langzibesh tarafdan o'milab, ballariga granat tengib ilgirlamoqda. Liangshan bir cho'ng harbiy gazarma. U yerda turma bor. O'q-dora, qurol iskalati va oshliq ombari bor. Tamlari egiz, döngi joylashgan bu o'rinning tamlariga pilemotlar o'rnatilgan. Oldidagi potaylardami to'xtamay pilemot aralab minomyot etilib turmoqda. Nurila 3 o't to'shkisini granat bilan pachaqlab ilgirlash. Binoning geniga berib elib, tamlarining tuvidan go'dan ko'lab, mina ko'mib portlatish uchun yo'l ochmoqchi. Ular bu yerga chaplashib, engaklar bilan yer terab ilgirlamoqda. Mana ulardan Nuri, Bo'rivay, Sultonlar yekanlik orasiga kirib oldi-da, potayga 30 metrdek yiqildi. Nuri granatning yipini uzib, o'q chiqayotgan potay eg'iziga otdi. Granat kirib ketdi, lekin darhol ularning o'zlariga qaytarilib, qora patqoqqa tushib, gum qilib portladi. Nurining yonpishi kuyishgandek bo'ldi. U ikkinchi granatni otdi. Potay guldirlab portlab, uning boshlariga to'pillari uchib kelib tushdi. U xushal bo'lib to'xtamay o'q chiqayotgan potayga yiqilay deb o'milib edi, so'lpiti uningga bo'ysunmadi. U yanpishini tutib edi, qo'liga issiqqan urildi. U chaqqonlik bilan o'ngda yetib elib, qisqa, yelin paxtaliq chapinni soldi va ko'nglikini yoqasidan tutib yirtib, yarsini tengib, yekandan ashgan orqon bilan yugivatdi. Angacha Bo'rivayning atgan granati bilan ikkinchi potay portladi. Ular o'mlab Liangshan binasining orqa temiga yetib bordi-da, ballardagi long paltalar bilan tam tuvini ko'lashga boshladi. Nuri portlatishning yo'lini toza bilib olgan. U dorini godanga qo'yib, peltiga o't yoqdi. 4 yigit gimnaziyaning buningdan 4 yil ilgari qasam ichishgan yigitlari tuvanga qarab do'maladi. Gumban qilgan qattiq portlash bilan binoning shimol temi guldirlab o'rildi. Hamma yerni chang to'zon qapladi. Nuri do'milab berib bir okopga tushdi. Uni biri chin quchoqlab yulab turg'izdi. Nuri! Zununaka! Ular quchoqlashdi. Musabayevlar zavodining bu masteri hozir oldingi saf front jangchilarining komandiri edi. Yoraysan Nuri, Anvar Musabayev seni so'radi. Putung yorilibdi. Men seni Qoqqo'ro'ga avatay. U yer hozir doktorxona. Uni ikki shafqat hamshirasi qo'ltiqlab elib ketdi. Vurra ovozi shaharni zilzilaga keltirdi. 4 yilning oldida har bir qadamini darg'a mingandek avaylab bosadigan, keyincha bu shaharda bosh tiqidek kamar topolmagan gimnaziyaning o'quvchisi Nuri mana Kalaskada. Shaharning g'azon bosgan ko'chalarida ketib boradi. Gimnaziymo vaqtliq doktorxona. Baqqo'rim shu. Qayerga borayli? Gimnaziyaga. U o'ziga aql, g'oya va bilim bergan ona maktabida futi tengilgan holda bir kecha yotdi. Bu uning hayotidagi unutilmas kecha. Qalbi xushalliq, hayajonga to'lgan bir kecha bo'ldi. Anglayotganinglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Qor lapildab yog'moqda. O'g'izlar, daraxtlar ko'milmoqda. Yesa jimjit. Xuddi namoz o'qiyotgandek, mugdayotgan harg'in otdek, namoz shamdan keyinki daraxt shexida qahratonga jang e'lon qilib, dugdib yotgan oq mikiyondek. Odamlar ko'chaga chiqib, shahardan kelib, sharqqa qarab chiqqan yo'l bilan mahalla ko'chasi kesishadigan 4 ko'cha eg'iziga to'planishgan edi. Ular untinsiz kurak juvillarining yaqinlarini ko'tarib, shahar tarafdan qibladan kelayotgan gumdan tat qilayotgan ovozlarga quloq solatdi. Bu ovozlarning kuch-qudrati ularga ayon. Shahardagi zo'migar askarlar Xitoy bozoridagi odamning yuziga tukurishdan boshqani bilmaydigan turtak janguydilar tugagan. Etining sholdirmasini sharaqiltib, tulk tomoq bo'ri juvusi bilan hayva qilib, qamchisini sangiltib mahalladan o'tadigan Abdumar Mingbegi chig'ida qechib harambaqqa kiribdi. Harambaqqa etilayotgan bu zambirak, minomyot degan nimalar, ya'ni kimlarni nalarga haydib etarkin?
Qozoran, shaharda Xitoy qolmagan bo'lsa, biz haq shahar suriya olamdi. Tas, biz haqdan pasha chiqmaydi jumizlar mera qozi. İmam bilan qozi Shangyo eshibkas manbek chiqdi desizlar. Kulluhum shu o'zi. Qozoran G'ani Batur pasha bo'lib qolsa, sahrolikning soqisi olch tushidi. To'qog'i mungil chiqqandek, eshakka qanot chiqqandek bo'ladi-da. Zambirak o'risning bo'lgandan keyin shaharni shular so'raydi qachon. Elixon To'ram degan kishi masjid vaz etib, dinni islom qurimiz, Sharq Turkiston qurimiz degidaqo. Bu nima degani meroka hoy. Biz haq yuz so'raydi deganida, do'taymu, siling, piling deganlarmi biz haqdan bo'ladi-da. Bizning Nuri changan bo'z qamlashtirdi jumu. Qo'mondan bo'ptak u. Shahar tarafdan taraqlab parva chiqdi. Bu Muxtarbay edi. U to'rt ko'cha eg'izidan harvadan tushib, harva haydigan o'g'liga "Otlarni tanshirib qo'y. Ati yana" dedi. "Assalomu alaykum." Jamoat oldirab uningga salom berdi. U Urumchidan qaytib kelib, yezsig'i chiqmay Ziyovuddinning uyida yotgan edi. Mana Zambirak uni yana tirildiribdi. U Mariyadan to'pa, sansan joba, putiga maskab o'tib kiyibdi. "Anglaysizlar, biz shahar oldik," dedi u mag'rur so'zlab. "Shinjongning hamma yerini olamiz. Xudoyim nusrat bersa, shing-shingchiyo degan gargacha, sepilimizgacha hammasi bizdan bo'ladi. Biz oldimizga davlat bo'lamiz, pasha bo'lamiz, Munosovutdak, Jungudak, Mo'ng'uldak. So'ray olamizmi, Muxtarbay? So'raymiz. Abdumar Qoshqoliq jinida Mingbegi hokim bo'ladi. Men nimshq bo'la olmaydi ekanman. Bo'la olayman. Shundoq, bo'la olaysan Muxtarka. Sen-mu Abdumarning hamma nimasini musodira qil. Musodira qilsam Abdumar bo'lib qolmamdiman. Yo'q, sen degan yerlarni kambag'allarga bo'lib berma. Har qandoq patroqqa Qoshqoliq, taronchi, chelaklik demasdan bir ot, bir o'kuz, 10 xodin yer berib jiningni boq. Biroq yollanma, birovni yollama deyman. O'risning so'qa, Sama bursiklari bilan dehqonchilik qilamiz. Olchanlab urug'chachadigan, muhchib, yarg'ir ishlaydigan, suv talishib bir-birini chiqib bosadigan ishlarni tugataman. Qoshqoliq deb yaklamamlar bizni. Yaklasak, boy bo'latdingmi Qoshqoliq? Hozir mahalning beysan, ol xurjun bilan chiqib, 40 qo'yar. Shuncha malning egisi bo'lding. To'qol izlab yuribsan tehi, rostmi? Gumban qilgan ovoz anglandi. Pa, shahar tugidi. Harom bog'ning to'pisi turponga ketdi. Qo'mondon to'zonga aylandi degana. Voy xaloyiq, cho'ng yo'lda liq askar, liq Xitoy. Mahalning janubidan yovda ot mingan biri purim cho'ruq kiygan putlari bilan etin devitib, o'g'loqqa kirdigandek shimaylab ko'pchilikning orasiga otliq keldida, hozirab ho'midab Miltiqasqon, otlar g'arg'on, nachimin askar shaharga ketib o'tdi, dedi. Nima deysin o'y, rasmo? Illa billah azbroyi. Undaq bo'l shaharga xabar qo'ydi. Bizdan jiran otmidi. Yon yo'l bo'yi bilan shaharga chop. Buni to'g'ri ko'rishdiga boshlab hozir to'ram turib o'tdi. Siz xabar qil, bu nokasani biznikilar qirib yutdi. Jon o'nmi? Etib yutdi aka. Bu Xitoyda kim boradi? Undimaysizlar-ku. Shundaqligidan sahaq beshinga Xitoychisin mayli deysan. Isib Nurining iliq ziyakning yo'qligi. Qaga, rost ko'rdingmi? Illa billah, Sergeyning tugminiga untar qilib olgan. Sergey bilan chiqib olsam Xitoylar uchirdi. Kaynida mig'miq bizni tutib olib shaharda nim bo'lib o'tdi deb so'radi. Biz bilmaymiz dedi. Rostunda bo'lmas otiman dedi. Bir tunganda Xitoy. Biz bilmagandiki bilmaymiz dedi. Sergeyning bozetini tortib oldi. Illa billah rost. Bu dehqon og'ziga tegmay so'zlab ketdi. Hozir naga borganda o cheriklar. Menish osta, ammo jiq shurmaldak eqib
Kim xabar opirdi deyman. Gap qilishmaysan-ku. Bu onang nima? Sandek non yemasdan bo'ldi, o'zim mandim. Ahmadning uyiga, Nosir kesikchining uyiga desamla. Ahmad qolg'inni jo'ndaydi. Men muqbul, jiranni to'qib chiq, qiz bo'la azma. Birdan o'ynaqlab turadigan jiran otni akaldi. Men mobilni boray, dedi Hashim Paxtichi degan gapdan o'ttirga chiqib. Muxtarba yolg'izlik tortmasin. Imom xonim qargirni bersizlar amsa. Yo'qsa boshqa otmensizlar hojam. Kullum. Talangni chaynama qashqali. Men qo'ba. Etin o to'qib kel. Yominiga kas bulaymiz. Ahmad mo'rt kelsa taqvodarmi bulonchilikqa savob bo'ldi degan. Hozir degan go'mindanning necha ming askari G'ani Boturlar hujum qilg'ili ketyapti. Xabar yetkazmasan ofatni bilib turib ko'zimizni yumolgan bo'lamiz. Xudo haqqi, kullum onangning haqqi yo'q hatta. Emgakchining qon tari kelgan ot bu. Siz ajab chiroyli gap qiladigan bo'p qoldi-ku. Turmak kirsan, Ahmaddek odamlar bilan billa shahar ko'ydirib so'pa yazsang, mo'shundoq so'zlaydigan bo'lsan qashqali. Ha, rost imom xonim. Otlar tayyor bo'ldi. Amin. dedi imom titrab turgan qo'llarini ko'tarib, ko'pchilik duo qilishdi. Muxtar boy otga minib berib aytdi. Menga teladingmi, etangimi? Sen qashqali qo'rqma. Etang o'q tegib o'lsa, o'zing shahid bo'lgan bo'lasan. Otliqlar yurib ketdi. Kichkina mahallada yana jimjitlik boshlandi. Yiroqdan yugurgan otlarning to'yoq ovozi, shahardan gumbirlagan zambirak ovozi, tat-tat qilgan piramid ovozi anglanmoqda. Mira qozi yana zuvonga kirdi. Sheriklar tuzga borganmidi? Hizbaktamga borgandi. Ya, piyodalarmi bor? Qadami asta. Qo'rqib oldiga 2 qadam mangsa, kayniga 1 qadam mengib ketyapti degana. Qaytib kelib, bulan-talan qilmis bo'ladi-ku. Unimi yo'q degili bo'lmaydi. Azon ovozi bilan jamoat qo'zg'alib masjid tarafga mangdi. Yerim kechida rost degandek miltiq ovozi bilan butun xalq uyg'onib ketdi. Uy besib varqiragan, tillagan, yig'i sari noli faryod ovozlar mahallini bir oldi. Shaharga kirolmay kayniga yongan och, harg'in go'mindan askarlari ot, go'sht, non maylarini bulamoqda. Qarshilik qilganlarni otmoqda. Mana ularning qadami bu mahallaga niyatdi. Imomning uyiga avval kirib 4 ot, 6 kala va 1 qo'ru qo'yni haydab mengivdi. Imom sha bo'lib yiqilib tushdi. Qolgan uylardan yolg'iz ot, birli mo'zayliq siyirlarni bulab ketdi. Mahallaning chetidagi Ulug'oxunning ming japada erishgan 6 tuyoq bo'rdoq qo'yini haydab mengivdi. Ulug'oxun Cherikning oyog'iga yiqilib yolvordi. Cherik uning maydisiga tepib o'rvatdi. U bir qo'yning kayni putiga chaplashib oldi. Cherik miltiqning paynigi bilan beshiga urib edi. U jon achchiqida Cherikka o'zini otdi va uning qonidan bo'g'ib yerga bosdi. Yana bir Cherik uni tortib yiqitib tapanchasi bilan peshonasiga otdi. Mahallada birli kechada na ot qala, na non go'sht qolmadi. Mahalla post so'yvelingan bosh piyozdek yalang'ashlanib qoldi. Jamoat bomdodga yana burunqidek to'liq chiqdi, lekin imom chiqolmadi. Mira qozi imomlik qildi. Shahar tarafdan zambirak pilimut ovozi kelib turadi. Atdiganda quyosh Avralning kaynidan asta bosh ko'tarib, bu dardman yeziga so'g'uq nurini chashdi. Mahallaning chetidan mungluq yig'i ovozi anglanmoqda. Bu yig'i bir umr yerga ishlab halol ter to'kkanlik uchun dahshatlik o'ltirilgan dehqonning butun hayotini qo'shiq bilan bayon qilmoqda. U yig'i emas, daston musibat emas. Hayot adolatsizlik ustidan qilinayotgan shikoyat edi. Ulug'oxun rahmatining kamso'z, yerdan beshini ko'tarib qaramaydigan, yalin oyoq go'sildab mengib, butun yoz kuzni etiz va uy ishi bilan o'tkazadigan
4 o'g'il, 2 qizini jinidan a'lo bilib qatarga qo'shgan xotini Yepiz xonning bunchalik dostonchi ekanligini hech kim bilmagan edi. Bala deb yer g'irishlab qo'llaring to'mirga aylangan do'stim. To'la egilib ballaring o'rg'oq bo'lgan do'stim. Oyoqlaring toshni qum qilib yetadigan do'stim. Qattiq nonga amroq, mataga oshiq, qo'llari ara, putlari to'liq tosh. Pash qo'rishqa cho'lisi yo'q. Kenji balasiga tinini sagunchi qilib beradigan do'stim. Rahat ko'rmagan, qenib kulmagan, go'shman yemagan, hardim demagan, balam deb zarlab uyqusi qanmagan, yirtilsa ko'nglakni o'zi yamagan, o'ziga zade kiyim olmagan, yanchiq sunuq tengi salmagan, o'shir zakatdan zada qolmagan, ishtini chaq deb qo'g'lab baxmagan, kishining haqqi deb qilma olmagan, putlari kas-kas yerilsa dag'lab, qanasa qo'li pilakda bog'lab, datlab baxmagan, minnat qilmagan ko'ngli bir daryo mardona do'stim. Ulug'axon qonga melinib o'ngda yotadi. Uning qo'ruq bosgan kang yuzida qonla uyg'on. Asli rangini kishilar turmoq Yepizxonni unutib ketgan. Yamoq bilan qilinlashgan ko'ngligi qonda qetib badaniga ching chaplashgan edi. Mira qazi bosh yo'g'uchi bo'lib o'zi kiradi. Imom mushiga kelib uning namozini tushirdi. 4 o'g'li janozaning oldida churqirishib yig'lab mangdi. Mahalla xalqi xotin bolasining yig'isi orqali Ulug'axonning ulug'ligini tushundi. U o'q bilan olamdan o'tgandimi, o'ngda yotadi. Shehid dedi Mira qazi uning hayotdan voz kechgisi kelmagan ko'zlarini asta silab yumdirib. Xoinlar qochadi, o'q tegsi dum yotadi. Boturlar oldiga mangidi, o'q tegsi o'ngda yotadi. Ularning ko'zlarini Xudoning nuri yo'ritadi. Ulug' quyosh suyib qo'yadi. Harom bog'da, Liyangsangda shu topda qanchilgan yigitlar o'ngda yotadi xandi. Biz xalqdan ni o'g'lonlar jangga kirdi. Nuridak, Ziyovuddindak. Shehid ko'p, botur ko'p. Shunga Nusrat bizga qaraydi. Imomaxonim, Ulug'axonning imoni, ruhi jannati bo'lg'ay. Qani duo qilsizlar. Ulug'axon qarindoshlarining tuproqi orasiga otasining oyog'iga yerlik qo'yildi. Imomaxonim bugun shundoq mo'ngli qiroat qildi. U hech qachon bundoq qiroat qilgan emas. Shahar tarafdan to'xtamay zambirak pilimut ovozi kelmoqda. Endi odamlar odatlanib qoldi. Ularni xuddi o'sha jang maydonida turayotgandek, o'zlari dushmanlarga o'q etayotgandek jiddiy, astoydil bo'lib qolishgan edi. Urush hayotni o'zgartmoqda. Xuddi zolim hukumatning zulmi ularning turmushini o'zgartgandek. Mana zolim hukumatga qarshi etilayotgan o'qlarmi ularning hayotini, fikrini, mijozini o'zgartmoqda. Mahallada naqsh yo'qoldi. Otlari kishnimas, kalalari mo'rimas, qo'ylari narimas bo'lib qoldi. Hamma odam g'amkin. Faqat mahalla itlarla to'xtamay kech-kunduz havshimoqda. Havshig'andimi qabliga qarab havshimoqda. Bu yaxshilikning alomatimi? Shunliqning beshoratimi? Xuddi at yoziq qandoq teriqchilik qilarni bilolmagandek, dehqonlar buni bilmaydi. Qari to'xtadi. Bir odam to'shqan qo'g'lig'i chiqmadi. Jo'g'illarga o'rilib kungay tamlarga yo'linib o'ltirib, o'tgan kechgan ishlar to'g'risida paranglashish bilan turmushning lazzatini surishga odatlangan dehqonlar to'nigungi ko'ngilsizliklarni tezlik yo'lida neri qilishdi. Niman qoldi Idris? Jon. Sening-chu etak. Bir chishqoq mo'zay. Helim yaxshi o'g'irlarni ochqizib bug'doylarni olmadi. Kov qurdiqqa qoldi. Amdir suriyayotgan yerim otning go'shi bor edi.
siyriplab ketdi. To'shqanda uni boyidi, uni makkatdi. Elimi yaxshi olsan ol deb turib beribdimiz. Ziyonga chidamagan bo'lsa, uliga xundak o'q yeydi ekan to'q. Dilqut xazinasi. O'lmagan jonda umid bor, Xudoyim bera yana. Shahar tarafdan miltiq asqan 4 otliq yezig'i kirib keldi. Mutuvalli kim? dedi miltiq asqan belikiga La ilaha illalloh Muhammadin Rasululloh degan xat yezig'liq oq lati bog'lab olgan. Quloqchisiga latidan qiyilgan hilal oy bilan yulduz tikib olgan qapqi yomon qora burut odam. Mutuvalli dedi Mera qazi o'rnidan asta turib, to'psini yuqori ittirib qo'yib. Tavu yo'q yotidi. Ish bo'lsa, menga desanglar bo'ladi. Biz harbiy komitetdan, dedi yana biri otda sangayan o'ltirib. Partizanlarga oziq-tulik safarbarligi bilan chiqdik. Mol, oshliq, yo'q. Mol, pul bersanglar bo'ladi. Har bir odam bo'lmaganda bir qo'y beradi. Pul dedim-ma? Yo'q. Qog'oz pul o'ldi. Oltin kumush bo'lsin bo'ladi. Tunigun oqshom bizni Gomindan askardir bulab, mol, un, go'sht maylarimizni akatdi. Hech nima qolmadi. Gomindaga bersan u istiqlolchilardan ayaysan. Sen kim taraf? Biz inqilob taraf. Beyonlar kim? Muxtar boy bor edi. U odamni shing'ilsay turmiga selib boyliqni musadiri qildi. Yerdan boshqa ishimiz qolmadi. Imoma xonim kichikini ilik to'ldirib edi. Gomindan bulab unimi gangsi jesa qilib qo'ydi. Bermaymiz demakchi-ma? Yo'q, hech narsa qolmadi demakchi. Da talashqa vaqtimiz yo'q. Bir osh pishimgacha 30 qo'y yig'san, tur, oldimizga tushibma. Mol yo'q. Siqjolli qoldi. Kambag'allar hukumatı da'vat atdinglar-ku, voy. Men mutuvalli emasman, dedi Mera qazi odati bo'yicha qo'llarini havoda po'lanitib qo'yib. Bu mahallada mutuvalli yo'q. Kimni xabar qilsan? Burun yo'q bo'lsa, hozirda boshlab sen mutuvalli tuzma. Men emas, men qila olmayman. Gomindaning odamimi sen? Oldingi sarti qon to'kayotgan, jon berayotganmi biz xalq? Xalq jon berdi-yu, sen ular non berishdan bosh tortsan. Bak. Qo'lida belgisi bor odam dumbisdan miltiqini oldi va Mera qazining beshidan ortildirib, vang qilib bir pay atdi. Mera o'milib ketdi. Odamlar taraf-tarafga qochdi. Terak beshida qog'ila qaqildish urkib uchishdi. Butun mahalla itlar havshib ko'chaga chiqishdi. Jamba, mol yo'q, dedi ot tumishqa ostida tizilib qolgan Mera qazi. Nochi bo'lsang, Gomindaning qo'lidan tortib ol, dedi Hashim po'chi tonur beshi turib qo'liga ko'say elib elib. Bu xalq inqilobchiga o'xshamaydi, bulanchiga o'xshaydi. Dam qilib uningga yana miltiq etildi. U tamning kaniga mollaq etib tushganda qoldi. Eliqma Mera qazini dushkalab urib, oldiga serib elib, uyma-uy kirib, eg'il oqtirib yurib, 10 qo'y, 4 to'poq, 2 ot tepib chiqdi va mollarini qo'shag'dab haydab, janub taraf qarab oldirib yurib ketdi. Mahallada odam, it va qo'g'lardan boshqa hech nima qolmadi. İnqilob ularning hayotiga kambag'allik urug'ini akilib chashdi. İnqilob ularga yoqmadi. Xuddi Namratga may yoqmagandek, yetimga mansab yarashmagandek. Mahal shodliqi qarlig'ochlardek yo'qoldi. Naqshlar o'chak karadi. Kulkilar qaynamaga sovuq suv quyildi. Hamma odamning qopqi zahar chaynab olgandek turildi. Mahallining parkoyi ushdi. Qishi dog' suv ichimizmi endi? Deyishdi xotinlar choy xumari tutib boshlarini chekilab. Shomi yo'q, tezakni chaynog'idek bo'ldi-qa? Shunda xapchilik ustiga Muxtarboy shahardan qaytib chiqdi. Mahal xalqi uning uyiga yugurishdi.
sil bo'lib yotgan Gulniso buvi oyim kelinlariga kao chaqtirib, o'g'illarga anasiz qolgan tishi mozayni so'ydirib, cho'ng qozonni ostirib, mahaliga yetgudak qilib qo'rdoq atkizdi. Muxtarboyi ep chiqqan butun bir choyning yerimini o'tib silib, atning qinida qip-qizil choy damlab, hijrlarda, opqurlarda choy tartdi. Biliqut şirketida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Biliqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutdan bil. Biliqut xazinesi